hech qachon bormayman. Dadajon, shuncha yil onasiz katta qildingiz, bormasangiz bo'lmaydi. Yangi urf odatmi? Hech zamonda qaynota kuyovni kiyintirgani ham bo'ladimi? Iltimos, men uchun, baxtim uchun boring. Mayli, sen uchun borganim bo'lsin. Assalomu alaykum bo'lajak aka. Va alaykum assalom. Meni vijdonsiz kuyov deb o'ylamang. Men xotinimni puliga kiyinib yurgan erkaklardan emasman. Ilohim, amin. Senga o'xshagan mard yigitlar ko'payaversin. Amin. Allohu akbar. Malades, insofli bola ekan. Qalay dadajon? Didingizga qoyil. Judaverasiz. Zo'r kuyov bola. Men bularni kiymayman dadajon. Lekin o'rtoqlarim ko'rgani kelarkan. Urf odat nima deysiz endi? Lekin meni vijdonsiz deb o'ylamang dada. Ich kiyimiga oldi. Pulini men to'laymanmi? Men bularni sepmayman dada. Lekin o'rtoqlarim ko'rgani kelarkan. Nima deysiz urf odat? Lekin meni vijdonsiz deb o'ylamang dadajon. Eng qimmat to'qiylarni oldi. Bularni ham pulini men to'laymanmi? Ha, dada. Jannatim qaynatam. Matrasi menga yoqmay turibdi-da. Ko'nikib qoldim. O'sha sizga yoqadigan matrasni ham o'zim olib beraman shekilli. Yuring, zo'r joyga boraman. Lekin meni vijdonsiz deb o'ylamang dada. Mana kuyov! Eng zo'r, sifatli, hamyonbop matraslar Deluxe matras do'konida. Zo'r ekan dada. Marhamat. Bo'lajak kuyov. Bu matrasda yotgan odam umuman grija bo'lmaydi. Bu matrasda yotgan odam go'zal tushlar ko'radi. Bu matrasda bolalarcha mazza qilib sakrasangiz bo'ladi. La 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 la. Qaynatajon. O'zi yoshingiz chiqib ketdi-da. Yostiqlari ham yumshoq ekan qaynatajon. Uxlang kuyov, uxlang. Xo'p. Kuyov bola yaqinda uylanib, qaynotasini sizga o'xshab shilmoqchi bo'lgan do'stlaringiz bo'lsa, mo'ljalda aytib qo'yay. Toshkent shahar Qorasaroy ko'chasi, Mo'ljal Korzinkaning yonginasida. Aytib qo'yay, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida ham filiallarimiz bor. Kuyov bola, bitta zo'r matras tanlang, olib bermagan nomard. 4 ta tanlab bo'ldim dadajon. Nega 4 ta? Bittasi qiz bilan menga, ikkitasi bo'lajak nevaralarga, bittasi meni ota-onamga-da. Ular meni boqib katta qilgan dadajon. Lekin meni vijdonsiz deb o'ylamang. Vijdonsiz deb o'ylamang dadajon. Shashvar, vijdoning tugul, ishtoning ham yo'q ekan-ku. Siqilib ketdim. Otib tasha. Una mattina mi sono svegliato